Assalomu alaykum. Mening ismim Sodiq Xushqurlo. Men 4 yildan beri First robototexnika musobaqalariga qatnashib kelaman va jahon chempionati kumush medal sohibiman. Bugundan boshlab biz siz bilan First robototexnika musobaqalari haqida gaplashamiz va ushbu musobaqaga birgalikda robot tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib sizlar bilan First musobaqasi haqida umumiy ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz, ularning tuzilishi, yo'nalishlari va sizga beradigan imkoniyatlari haqida gaplashamiz. Ya'ni bu dars First robototexnikaga kirish darsi hisoblanadi. Xo'sh, First o'zi bu nima? First bu qisqachasiga For Inspiration and Recognition of Science and Technology. Bu xalqaro miqyosdagi robototexnika musobaqasi tizimi bo'lib, uning asosiy maqsadi yoshlarni texnologiya, muhandislik, dasturlash va innovatsiyaga qiziqtirishdir. First faqat robot yasash emas, balki jamoada ishlash, muammolarni yechish, liderlik va kreativ fikrlashni o'z ichiga oladi. First musobaqalari 4 ta asosiy yo'nalishga bo'lingan. Birinchisi bu First Lego League. FLL bu yo'nalishda 4 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar qatnashadi. FLL bolalarga robototexnikaga bo'lgan qiziqishni uyg'otishda juda ham katta rol o'ynaydi. Aynan shu sababli FLL bir nechta yosh kategoriyalariga bo'lingan. Har bir bosqich bolalarning yoshiga va bilim darajasiga moslab yaratilgan. Va FLLning eng qiziq joyi shundaki, bu yerda robotlar Lego yordamida yig'iladi va bu esa o'rganish jarayonini zavqli, oson va qiziqarli qiladi. Bolalar o'yin orqali robototexnika asoslarini o'rganadi va shu orqali texnologiyaga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshiradi. FLL quyidagi kategoriyalarga bo'lingan. Birinchisi bu FLL Discover. 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun Lego yordamida sistemga o'yin orqali kirish. FLL Explore 6 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar uchun Lego va asosiy mexanizmlar bilan jamoaviy loyihalar qilish. FLL Challenge 9 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan ishtirokchilar uchun Lego yordamida musobaqaviy robototexnika va bu yerda robotlar maydonda missiyalar bajaradi. Va FLLdan tashqari yana boshqa musobaqa turlari mavjud va bular quyidagilar. Birinchisi bu First Tech Challenge. FTC 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar uchun mo'ljallangan. Bu bosqichda jamoalar metal konstruksiyalardan robot yasaydi, ularni dasturlaydi va texnik jihatdan murakkab vazifalarni bajaradi. Va uning yana bir turi First Robotics Competition deb ataladi. Bu qisqachasiga FRC. Bu ham 14 va 18 yosh oralig'idagi bolalar uchun, lekin bu eng murakkab va eng professional darajadagi musobaqa hisoblanadi. FRCda jamoalar katta hajmdagi robotlarni yasaydi va sanoat darajasidagi texnologiyalar bilan ishlaydi. Va uning yana bir turi First Global Challenge, qisqachasiga FGC deb nomlanadi va bu xalqaro miqyosdagi musobaqa bo'lib, unda dunyo bo'ylab har bir davlatning eng kuchli jamoalari qatnashadi. Bu bosqichda nafaqat texnika, balki global muammolar, innovatsiya va xalqaro hamkorlik muhim rol o'ynaydi. Bugungi darsimiz faqat kirish qismi edi. Ushbu kurs davomida biz siz bilan First musobaqasining FLL yo'nalishidagi qoidalar, robot dizayni, dasturlash, jamoaviy ishni bosqichma-bosqich o'rganamiz. Xulosa qilib aytganda, First bu shunchaki musobaqa emas. Bu kelajak muhandislari, dasturchilari, liderlari uchun katta imkoniyat eshigi. First Robotics olamiga xush kelibsiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha.